soatlik uy chiqdi. Mana joyimiz har xil biznesga tushadi. Mana yangi shogirdimiz mana qo'shilyapti. Mana un zavodi tagidamiz. O'g'limiz bor, ikkita xonasi ham bor. Ikkita tayyor xonasi ham bor betimizda. Tayyor mana og'ili pastda. Bu joyimiz arzoniga. Mana o'g'limizning ichki ko'rinishi. Bemalol mollarimizni olib kelib bog'lashga tayyor mana o'xurlari. Chap tomonida ko'rsatdik, mana o'ng tomoniga ham yetib keldik. Tomoniga ham 10 ta bemalol mol boqiladi, sig'adi. Mana shu ham o'tib ketadi. Ana shu yerda hozir ajoyib narsalari bor bu yerda. Juda ma'qul tushadi olaman deganga. Mana shularga bilan ichi, bu ham narsa qursa bo'ladi, bemalol, dokumenti toza. Mana bu tomondan ko'rinishi. Mana hozir binolarni ham ko'rsatamiz. Mana qo'shnisi bilan chegarasi bu tomoni, mana binolari. Mana hayvonning ichida tayyor qudug'i ham bor, suvlar chiqarilgan. Mana hayvon bilan chiqib, Iqbol aka, qanaqa bu xonalar? Xona remontlari bilan. Xona remontlari Hayvoni bor, ichida suvi bor, ichimlik suvi. Bunisi hammom tuvali, tepada qarovxonasi bilan. Tayyor ekan mana bo'ylari bilan. Remontlari zo'r bino. Remontlari zo'r, tayyor ekan haqiqatdan mana. Kelib yashasa bo'ladi. Ikki xonasini ham ko'rdik, beti ham bor. Iqbol aka, beti qanaqa endi? Bet pasti sanuzel, tepasi qarovxona. Pasti sanuzel, mana sanuzel, tepasi qarovxona. Mana bu tomoni sanuzel ekan, tepasi mana haqiqatan qarovxona ekan. Sardorbek og'il yo'q-ku bu yerda. Sardorbek haqiqatan og'il qani? Yomjon, bu 2 marta so'ravordingiz, mana o'g'limiz mana shu joy. Yo, og'il ba'da ekan, pastda ekanda. Ekonomistlik variantda qurilgan. Ekonomistlik variantda. Mana shu yerdan kiradi 40 sotikka. Mana og'ili haqiqatan pastda ekan, ekonomistlik variantda qilingan ekan. Suv, svet bor betimizda ham, dokumenti joyida. Domda puliga $23,000 ozgina kami bor.